Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Hammanglar bilasizlar, O'zbekistonda yangi bir saylov tizimiga tayangan saylov o'tkazildi. Proporsional saylov tizimi, partiyaviy ro'yxat bo'yicha ham deputatlarimiz saylangan. Agar fraksiyadan kimdir boshqa bir vazifaga ketadigan bo'lsa, uni o'rniga o'sha ro'yxat bo'yicha deputatlar ishini davom ettiradi. Deputatlar qanday o'zgaradi va qanday amaliyotda joriy qilinadi, mana birinchi bo'lib ko'rsatib berdik. Hurmatli fraksiyadoshlar, kun tartibimizdagi masalalarni muhokamasiga o'tsak. Sizlar bu narsani o'zgartiryapsizlar, demak, fuqarolarda dam olish huquqini ustuvorligiga. Vaholanki qonun faqatgina dam olish to'g'risida emas-ku. Sizda qanaqadir savollar qolmadimi shu qonunda? Ko'pchilikni qiynayotgan muammo bu dam olish va ish joylaridan tashqari to'yxonalardagi shovqinlar ham bugun ko'pchilikni bezovta qilyapti. To'g'ri, u ham xavfsizlikka ta'sir qiladi, lekin bu birinchi kiritilgan qonun konsepsiyasida bu narsa bo'lmagan. Masalani qonunchilikni chiqarib tashlayapsizlar. Qayerga olib boryapsizlar? Uni vazifasini kim bajaradi desam, hamma ichki yo'llar hokimiyat organlarining nazoratida deydi. Logikasi qayerda bu? Men tushunmayapman. Kimdir xohlasa yo'l qurishi mumkin. Uni bir qanaqadir shartlari bo'lishi mumkin. Keyin kimdir xohlasa pul to'lab yursin shu yo'llarda. 1 soatda o'tadigan joyingiz 10 minutda o'tishga imkoniyat bersa, tekis infrastruktura bersa, himoyalangan infrastruktura beradigan bo'lsa, nima qilamiz unga xalaqit? Biz kuyib pishyapmiz, o'qituvchini maqomini ko'tarish boshqa qilishdi. Bo'lmasa biz yozib beraylik. Umuman o'qituvchini shu darajaga olib kelyapsiz-ku, umuman gapirmash ham kerak. Chunki gapirib bor sinfdan chiqib ket, yo'qsa sen o'zi odam bo'lmaysan deyish, u ruhiy zo'ravonlikka olib borib qo'yamiz biz uni. Hozir shuni nima zaruriyati bor? Biz hozir o'qituvchilarga yana bitta javobgarlik belgilashimiz. Hozir biz umumiy konsepsiyada boshqacha fikrlayapmiz, lekin mana bu sizlarning qonuniylar bilan to'xtashishga haqiqatan xavotir o'rinli. Biz oyog'ini bog'lab qo'yib yur deyotganga o'xshab qolyapmiz. Muammoning egasi ta'limdan hech kim yo'q-da. Siz ham mutaxassis emassiz, men ham mutaxassis emasman, lekin pedagoglardan qani, ta'lim vazirligidan kimdir kelib, "To'xtanglar, nima deyapsizlar? Bunaqa emas, bunaqa bo'ladi" deydigan odam qani? Qo'llab-quvvatlayman. Haqiqatda bolaga har qanday holatda zo'ravonlik ta'zir o'tkazilmasi kerak. Lekin bu yerda aniq yozib qo'yamizda, javobgarlik u juda keng tushuncha bo'lib ketdi. Aynan mana shu norma qo'yilgan bo'lsa, biz xohlagan o'qituvchini javobgarlikka tortishimiz mumkin edi. Biz harakat qildik, iloji boricha ko'proq pedagoglarga yengillik bo'lsin. Bizni partiyani ustuvor maqsad vazifasi ta'lim-tarbiya.